Assalomu alaykum barchaga. Bugungi video darsda biz sizlar bilan EKGni to'g'ri tahlil qilishni o'rganib o'tamiz. Ya'ni EKGni to'g'ri tartibli tahlil qilsangiz, siz diagnoz qo'yishda anchagina yengilliklarga erishasiz. Demak, bizga EKG kerak bo'ladi. EKGda kerak bo'lganda birinchi qarashimiz mumkin bo'lgan narsa, ya'ni kerak bo'lgan narsa bu ritmni baholab olish kerak bo'ladi. Ya'ni ritm sinusli yoki sinusli emasligi, bu impulslar sinus tugundan chiqyaptimi yoki undan boshqa qanday o'choqlar bormi, shuni bilishimiz uchun kerak bo'ladi. Buning uchun bizga eng kerakli tarmoq bu ikkinchi standart tarmoq bo'ladi. Ikkinchi standart tarmoqda har bitta QRSdan oldin, har bitta kompleks oldin musbat paytishchalarini bor yoki yo'qligini ko'rib olishimiz mumkin bo'ladi, kerak bo'ladi. Ko'ryapmiz, har bitta demak QRSdan oldin musbat paytishchalar mavjud bo'lyapti. Demak, paytishcha bor va u musbat. Endi bu degani ritm bizga sinusli ekanligidan darak beradi. Sinusli ritm. Impulslar sinus tugundan chiqayotganligidan darak beradi. Ikkinchi ko'rishimiz mumkin bo'lgan narsa bu ritm regular yoki noregularligi bo'ladi. Ya'ni mana bu rlar orasi bir xil yoki bir xil emasligini bilishimiz kerak bo'ladi. Sanab chiqaman 1 2 3 4 ta katta-katta, deyarli 4 ta katta-katta. Bu yerda 1 2 3 4 ta katta-katta deyarli, ya'ni 3,5 tadan 2 ham. Demak, rr orasi bir xil bo'lyapti. Demak, ritm regular. Ritm regular ekan. Regular. Keyin ko'rishimiz mumkin bo'lgan narsa bu elektr o'qi hisoblanadi. Elektr o'qi qaysi tomonga siljiganligi bizga yurakda qayerda patologiya borligini, ya'ni gipertrofiya bormi yoki blokada bormi, shularni aniqlash kerak bo'ladi. Buning uchun bizda o'zi normada R-chalarga qaraymiz. QRSlardagi R-chalarning balandligiga qaraymiz. Normada ikkinchi tarmoqda eng baland R, keyin esa birinchi tarmoqda eng baland R, keyin esa uchinchi tarmoqda eng baland R bo'lishi kerak. R mana uchinchi tarmoqda eng past R bo'lyapti hozir. Ikkinchi tarmoqda eng baland R bo'lyapti. Birda esa deyarli ikkinchi tarmoq bilan tengroq, balkim sanab chiqishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu R-chalar balandligini deyarli teng yoki birinchi tarmoq nisbatan 2 dan ko'ra pastroq bo'lishi mumkin. Demak, elektr o'qi ham normal ekan. Elektr o'qi normal. Elektr o'qi normal. Keyingi ko'rishimiz mumkin bo'lgan narsa bu yurak qisqarishlari sonini sanashimiz kerak bo'ladi. Bu juda ham oson usulni o'rgatib o'taman sizlarga hozir. Yurak qisqarishlari sonini sanash, agar qog'ozimiz 25 mm/sekundlik qog'ozda olingan bo'lsa, ya'ni o'zi ikki xil qog'ozda olinadi. 25 lik va 50 lik qog'ozda olinadi. Buni bilish oson. 50 lik bo'lsa qog'oz juda ham uzun bo'ladi. 25 lik bo'lsa o'rtacha, ya'ni doimiy ko'radigan qog'oz bo'ladi. Agar siz qo'lingizda shunaqa normal qog'oz bo'ladigan bo'lsa, sizda oson usul bor. R orasini sanaysiz, ya'ni ikkita R orasini sanaysiz va shu ikkita R orasidagi katta-kattalar sonini sanaysiz. Misol uchun mana bu ikkita R orasidagi katta-kattalar soni 1 2 3 4 ta deyarli. 4 ta katta-katta bor ekan. Qog'oz 25 lik bo'lganligi uchun bizga 300 degan doimiy raqam kerak bo'ladi. Bu raqam doim bo'ladi. Shu 300 ni bo'laman katta-kattalar soniga. Bu yerda aytaylik 3,5 ta desam to'g'ri bo'ladi-yu, lekin 4 ta deb hisoblashga oson bo'lishi uchun. Chunki men kalkulyatorım yo'q hozir. 300 ni 4 taga bo'laman. 4 ga bo'lsam 75 chiqadi. Demak, ular qisqarishlar soni 75 ta ekan deb ketaveramiz. Bu osonroq hisoblash uchun kerak bo'ladi. 75 ta daqiqasiga. Endi 5-chi narsamiz bu paytishchani baholab olishimiz kerak bo'ladi. Paytishchani demak uzunligi qanchaligini yoki balandligi qanchaligini ko'rib olishimiz kerak bo'ladi. Bu bo'lmachalarda ektopik o'choqlar bor yoki yo'q, gipertrofiya bor yoki yo'qligini aniqlashda kerak bo'ladi. Aytaylik, ikkinchi tarmoqqa qarayman. Ikkinchi tarmoqda paytishchani baholashim uchun sanab chiqaman. O'rtacha ikkita katta-kattaga to'g'ri kelyapti. Balandligi esa bitta kichik katak. Mana balandligi bir dona kichik katak va uzunasi ikkita kichik katak ekan. Har bitta kichik katak bu 0,04 dan, ikkitasi 0,08 sekund bo'ladi. Balandligi bo'ladigan bo'lsa, bittasi 1 mm ga teng bo'ladi. Balandligi uncha ahamiyatli emas. Balandligi norma ekan. Uzunligi 0,08 ekan paytishchani. Uni ham yozib olaman. Paytishcha tezligi 0,08 sekund. Balandligi, ya'ni amplitudasi deymiz, balandligi 1 mm. Ikkovi ham norma hisoblanadi. Keyin kerak bo'lgan narsa bu PQ intervali kerak bo'ladi. PQ intervali bu nima degani? Mana bu paytishchani boshlanishidan Q3chani boshlanishigacha bo'lgan vaqtni PQ intervali deb ataymiz. PQ intervalini sanab chiqamiz. 1 2 3 4 5 ta. 5 ta kichik kattaga to'g'ri kelyapti. Har bitta kichik kattaga 0,04 dan bo'lsa, uni 5 ga ko'paytirsam 0,2 sekund bo'ladi. Normasi 0,12 dan 0,2 gacha edi. Demak, PQ interval ham norma chiqyapti. PQ interval demak 0,2 sekund bu ham norma ekan. Agar 0,2 sekunddan uzayib ketsa bu AV blokada birinchi daraja. Agar 0,12 dan qisqaroq bo'ladigan bo'lsa bu Wolff-Parkinson-White sindromi
bo'ladi. Undan keyin ko'rishimiz mumkin bo'lgan narsa bu PQ segmentini ko'rishimiz unchalik ahamiyatli emas o'zi, lekin ko'rib qo'ysak ham bo'laveradi. PQ segmentimiz bu paytishchani tugashidan o'sha eritishchani boshlanishigacha bo'lgan vaqtni PQ segment deb ataymiz. Mana bu yerdan boshlab mana bu yergacha bo'lgan vaqt 1, 2, 2,5ta. 2,5tasi 2,5 bo'lsa 0,04 ni ko'paytiraman 2,5 ga, bu teng 0,1 bo'ladi. Bu PQ segmenti yozib qo'yavering. PQ segment normasi o'zi 0,1 o'zi aslida. Bu AV tugunga to'g'ri keladi ko'pincha. AV tugunda 0,1 sekundlik ushlanish bo'ladi-ku. Ana shu ushlanishga to'g'ri keladi bu AV 0,1 sekund. Bu ham norma. 0,1 sekund norma ekan. Keyin ko'rishimiz mumkin bo'lgan narsa bu QRS. QRS baholashimiz kerak. Keng yoki torligini musbat va manfiyligini baholashimiz kerak. Давайте biz ikkinchi tarmoqqa qarab olamiz. Bitta kichik katak, ikkita kichik katakka to'g'ri kelyapti. Mana bu yerdan, mana bu yerdan mana bu yergacha bo'lgan joyda. Demak, 1,5ta ikkita katakka to'g'ri kelyapti. Ikkita katagi 0,08 bo'ladi bu ham albatta. Demak, QRS o'rtacha ekan. Chunki QRS kengligi 0,08 dan 0,12 gacha, demak QRS norma hisoblanadi. 0,08 dan kichik bo'lsa tor QRS bo'ladi, 0,12 dan katta bo'lsa keng QRS bo'ladi. Demak, QRS ni ham baholab oldik. Endi biz taytishchalarni baholashimiz kerak bo'ladi. Taytishchalarimiz musbat bo'lishi kerak hamma tarmoqlarda. Mana bu AV tarmoqqa unchalik ahamiyat bermay turamiz. Chunki bu teskari yozib oladi. Hamma tarmoqlarda demak musbat taytishchalar bor. Taytishchalar bizda misol uchun ko'tarilib ketganligi, bu gipoksiya yoki giperkalemiyadan, kam pasayib ketganligi, ishemiyadan yoki gipokalemiyadan darak beradi yoki manfiylashib qolishi ham mumkin. Manfiylashib qolishi ham ishemiyadan darak beradi. Demak, hamma joyda taytishchalar musbat ekan. Taytishchani musbat deymiz. Endi biz ko'rishimiz mumkin ST segmentini ko'rishimiz mumkin, lekin bu yerda ST segment ko'tarilmagan. ST segmenti mana bu yer ST segment deyiladi. S tugashidan taytishcha boshlanishigacha bo'lgan vaqt ST segment deyiladi. Bu ko'tarilish yoki tushishi mumkin. Demak, bu yerda ST segmenti joyida ekan. Demak, bu yerda o'tkir miokard infarkti yoki nostabilis anakardiya shunga o'xshash narsalar yo'q ekan. Endi T'ni ko'rib oldik. Endi keyin ko'rishimiz mumkin bo'lgan narsa bu QT intervali. QT intervali. Interval juda ham muhim narsa bu ham. Juda ko'p kerak bo'ladi. Aytaylik, QT intervalni mana bu yerdan ko'radigan bo'lsak, mana bu yerdan QT boshlandi deb qarasak, taytishdan tugashi mana bu yerdan qaraymiz. Shunda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 taga to'g'ri kelyapti. 9 ta kichik katak 0,04 dan 0,36 bo'ladi. QT interval. Demak, QT interval o'zi ko'pincha normada 0,36 dan 0,44 gacha deb qaraladi. Misol uchun QT intervalining uzayib ketishi ham aritmiyalarga long QT sindromiga olib keladi yoki dorilardan, misol uchun kardarondan zaharlanishga ham long QT bo'ladi yoki QT intervalni torayib ketishi 0,36 dan bu ham bir aritmiyalarga olib keladi. Endi mana shu 10 ta narsani biz bilib olsak, yoddan bilib olsak, bizga juda ham kerakli bo'ladi. Har qanday ekkanini tahlil qilsak bo'ladi bunga qarab. Endi bundan tashqari qo'shimcha qandaydir ya'ni kriteriyalar bor, lekin asosiy bazaviy ko'rishimiz mumkin bo'lgan 10 ta narsa mana shundan iborat bo'ladi. Shu narsani yoddan bilsangiz, har qanday ekkanini oson tahlil qila olasiz. Demak, mana shu ketma-ketlikni hozir men bitta baholab chiqaman hammasini. Demak, ritm sinusli norma, ritm regularligi norma, elektroqon norma ekan, yurak sarchasi 75 ta ekan, bu 50 tadan 100 tagacha bo'lsa, bu ham norma bo'ladi. P balandligi, tezligi 0,8 ekan, ya'ni 0,1 ham norma hisoblanadi P ga, norma ekan. Balandligi 1 mm, bu ham norma ekan. PQ intervali 0,12 dan 0,2 gacha edi, 0,2 ekan, norma ekan. PQ segmenti 0,1, o'zi norma 0,1 edi, u ham norma. QRS 0,08 dan 0,12 gacha, bu yerda 0,08, u ham norma. T musbat ekan, bu ham norma. QT intervali ham 0,36 chiqdi, normasi 0,36-0,44 gacha, bu ham norma chiqdi. Demak, EKG tashxisimiz juda ham, ya'ni normal EKG ekan bu. Normal EKG, hech qanday patologiyalar aniqlanmadi bu EKG bo'yicha. Hammaga rahmat. YouTube kanaliga obuna bo'ling, Telegram kanaliga obuna bo'lsangiz, har qanday savollar bo'lsa, Telegram kanaliga yozsangiz bo'ladi. Undan tashqari, kuzatib borsangiz, yaxshi ma'lumotlarni YouTube kanali va Telegram kanaliga joylab boramiz. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.